Avitsena klinikasidagi navbatdagi septoplastik amaliyotimiz ko'rishingiz mumkin. Bir taraflardan hozir vazirlarga qilib nisbatan ochdik. Operatsiyani boshladik. Bu tomonlar ochildi, xudo xolasa. Septoplastikani endi boshlaymiz. Ikkinchi tomonlarda mana yo'l yo'q, juda ham yopiq. Xudo xolasa shuni ochib natijasini ko'rsatamiz. Umuman nafas ololmagan bemorimizni amaliyotimizni tugatib ko'rsatamiz. Chap tomonlari mana nafas yo'li ochildi, tomonlariga ko'rinib turibdi. O'ng tomonlarda umuman nafas olmagan, nafas bel qo'ydi. Tomonlariga ko'rinib turibdi. Xudo xolasa natijalarini ham ko'rsatamiz, kuzatib boringlar.